Assalomu alaykum. Hozirgi kunda deyarli barchamiz Telegramdan foydalanib kelmoqdamiz. Lekin ko'pchilik bitta muhim xavfsizlik chorasi haqida unutib qo'yadi. Bu ikki bosqichli parol. Ikki bosqichli parol bu shunchaki parol emas. Bu sizning Telegram akkauntingizga qo'shimcha himoya qilish uchun qo'yiladigan ikki darajali parol. Ya'ni telefoningizni o'g'irlatgan paytingizda, SIM kartangiz boshqa telefonda o'tkazilganda, APK fayllari sizga kelganda hech kim Telegramingizga kira olmaydigan muhim parol. Bu juda oddiy. Keling amaliy ko'rib chiqamiz. Birinchi, Telegram ilovasini oching va yuqori chap burchagidagi menyuni bosing. Menyuga kirib, sozlamalar bo'limini tanlaymiz. Ushbu bo'limdan maxfiylik va xavfsizlik bandiga o'tamiz. Buni ichida ikki bosqichli tekshiruv bandi ko'rsatilgan. Ushbu tekshiruvga kirib, bu yerdan sizdan yangi parol o'rnatish so'raladi. Siz o'zingiz eslab qoladigan, lekin boshqalar taxmin qila olmaydigan parolni tanlang. Parolni kerakli joyda saqlab qo'ying. Keyin tiklash uchun elektron pochta manzilini kiritish so'raladi. Bu parolni unutgan taqdiringizda uni tiklash imkonini beradi. Elektron pochta manzilingizni bilish uchun telefonning umumiy sozlamalariga kiring. Google bo'limiga o'tib va yuqori qismida kuchukcha belgisi bilan pochta manzili ko'rsatilgan. Ushbu pochta manzilini olib Telegramga kiriting. Pochtaga yuborilgan xabarni tekshirish uchun telefon ichidagi Google servislari papkasiga kirib, Gmail ilovasiga o'ting. Shu yerda pochtaga kelgan tasdiqlash kodini oling va Telegramga kiriting. Barchasini tasdiqlaganingizdan so'ng ikki bosqichli parol faollashdi. Endi akkauntingizga kirish ancha xavfsiz bo'ldi. Shunday qilib, sizning Telegramingiz boshqa odamlar uchun yopiq bo'ladi. Eslab qoling. Bitta parol himoya emas, ikki bosqichli parol xavfsizlikdir. Endi o'rnatib qo'ying, keyin kech bo'lmasin.